Ukam yaqinroq ki. O'labbe, Shomol aka. Ukam. Obunachilardan xafa qilsang. Ukam. Ye, Shomol aka. Mani ko'chmayim qani. Mana aka, ko'ring, nima to'polon qilyapti. Men buyurtma bergan shumi? Shu aka. Ko'rinishi mana aka, qarang. Ko'rinishi menga yoqdi. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lsa, men shunday kirmay chiqib ketaveraman. Bismillah, bitta ko'ring. Kiraymi? Bismillah. Siz aka, bismillahirrohmanirrohim. Ey. Oshxonami bu? Oshxona aka. Mo'yka, gaz. Gaz. Buni qara. Kir mashinasi bor, xolodilniki bor, pechi bor, idish tovog'i bor. O, kullar bormi? Siz ko'p suv ichasiz-ku. Ey, bilasan ekan. Lekin juda ham atmosfera issiq ekanmi? Sizga yoqqandan. Buni ol, issiq ekan. Issiq ekanmi? Maza qildingiz. Bitta shanbadan siydi xudo xolasa-ku. Ko'p gapirma ukam. Men oshxonaga 2 marta kelib qo'yardim. Endi bitta gapda ukam. Labbe aka. Bir kunda 5 mahal 6 mahal cho'milmasam men ichim chiqmaydi. Aka. O, labbe. 6 mahal cho'miling. Keling. Bitta baho bering. Bitta ko'ring o'zingiz aka. 6 mahal qilib qo'ying. 6 mahal. Qani? Ye. Oh, menga dushing yoqdi. Aristoni bor. Dushing yoqdi. Gap bo'lishi mumkinmi? Oh. Gap yo'q, menga yo'q. Jacuzzi vannalar. Endi gapni eshitib ko'p gapirar ekansan, to'xtab tur, men gapirib olay. Oshxonaga 2 marta kelib qildimmi? Dushga bilasan qancha kelib qildim? 3 marta kelib qo'ydim. Xursandman aka. Juda xursandman. Qani bu nima bu? Lekin qara. Hali qo'lda juda qilingan bo'lsa, xudo xolasa mebellarimiz hammasi shundoq chiqadi aka, shundoq yotganda divan bo'ladi, qoladi. Maza qilib. Tozami? Toza. Menga toza narsa kerak. Xudo xolasa. Originali, javobi. Gap yo'q uka. Mebel texnikalarimiz xudo xolasa hammasi original, televizor, konditsioner, o qo'yil menga. Bilasanmi? Maza qildim, lekin spalni ham qilsa bo'ladimi? Bo'ladi aka, mashina shundoq eshik ochib beraman. Xo'sh. Olasiz 3 ga 3, 2 ga 3, 5 ga 3 xohlagan razmeringizda, xo'sh. xohlagan svetingizda, xohlaganingizda qilib xudo xolasa qilib beramiz aka. Qilib berasana? Qilib beraman. Gap yo'q. O'sha kelishgan narxmi? Kelishgan narximiz aka. Ha. Mana ukam. Labe. Bu mendan. Bo'l. Senga. Marka martman aka, qarang. Qani xo'sh. $200 obunachilar uchun ajratdim. Eng ko'p do'stini belgilaganga shaxsan o'zingiz berasiz aka. Ukam yaqinroq ki. O'labbe, Shomol aka. Ukam. Obunachilardan xafa qilsang. Xo'p bo'ladi. Mendan yaxshilik kutma, tushundingmi? Obunachilar xafa qilish yo'q, Shomol aka. Uka yana bitta gap. Labbe aka. Mani o'rtoqlarim borda, qiziqishadi. Qana topishadi. Qana murojaat qilsa bo'ladi. Ukam. Aka, xudo xolasa nomer qoldiraman 99 364 66 66. Shu nomer bilan bog'lanib, shaxsan o'zim ko'taraman. Bemalol aytgan, siz xohlagan usulda, aytgan stilingizda qurib, bitkizib, o'rnatib beramiz. Faqat respublika bo'yicha inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar bilan Shomol aka, uy sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, xursandmiz.